Alaykum, sani kuzatib boruvchilarimiz. Mana bugungi bemorimiz bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bilan kelgan edilar. 2 kunlik muolajadan keyin sizlar bilan fikrlar bilan bo'lishmoqchilar. Assalomu alaykum. Biz bu klinikimizga kelganimizga 2 kun bo'ldi. Mana bel bilan kirib, oyoq bilan keldik. Endi o'zgarish juda katta bo'ldi, xudo xolasa. Bormagan, qilmagan ishimiz qolgani yo'q. Balakada ham qildik, 10 kun oldin ba'zida ham yotdik. Hech qanaqa bir effekt ham bo'lgani yo'q, o'zgarish ham bo'lgani yo'q. Men kelib, xudo xolasa mana nihoyatda o'zgarish bor. Men nima qilib mana shu kelinglar klinikaga. Kechasi uxlaganingiz. Uyqum juda yaxshi bo'ldi. Kecha mana xuddi 1 oydan beri uyqu yo'q. 1 oydan beri uyqu yo'q edi. Hozir yaxshi uxladim bugun. Allohga behisob shukr, olam Xudo. Kecha uxladilar. Kelsanglar mana pandiyat shifo, hammaga shifo beradi. Endi shunaqa bel, oyoq og'riqlari bezovta qilayotgan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Kommentariyaga plus belgisini qoldiringlar. Like, podpiska esdan chiqmasin.